Rasmo, tamom bo'ldi, pushtik rasmo bo'ldi. Open budjetdan yutqizib qo'yamiz. Meni ammasini uyda baqiryapsanmi? Men senga necha marta aytdim, pul yig'aylik, shaharga boraylik, yoq tarqataylik, ovoz olaylik dedim, to'g'rimi? Ya bu Vatikanda 300 ta odam bor qishlog'inggachi, qo'yag'i ham yutolmaysan. Bo'ldi, open budjet haqida gapirishma. Men mahallani mazgisini tirab kelib Men necha marta aytdim, pul yig'aylik dedim. Endi mana yamada yurishol mashinani hadovoyini ketkizib. Mahallani obodonchiligiga qarash. Endi zitib olasin, bolam, ko'zingga nima qildi? Ko'zim soat iPhone oldim. Yonma-yo. Pochkasini sotib iPhone olgan odamni eshitdim. Ko'zini sotgan odamni birinchi marta eshitishim. Parasatiyo, endi nimani ko'rasan? Shuni o'ylayapman-da, rais bu. Odamlar nimcha darmet bo'lib ketyapti, davlina ham oshib ketyapti. Mahallada shu deport berib yuboringlar, ketay. Baqaka do'mma qo'limga cho'sadi. O'zingni bos, nima bo'lyapti? Tinchlikmi? O'qishga kirolmaganda bu yana. Kirometda. Itda ishlatasan-da, imtihonga bir oy qolganda repetitorga jo'natasan. O'zi bizda shunaqa-yu. Bir oyda o'ling geniy bo'lib qolamiz, dada. Men bir oyda ichida samolyot yaratdim deb. Velosiped ham yasolmaydi. Yo'q ko'tarib kelyapti, mana. O'ling chaqir. Yo'q qadab kelyapsan. Rais bu, shahardan open budjetdan oldim. Bitta ovozga bitta yog' berayotgan ekan. Endi ro'zg'orga-da. Shipon gap o'tish ambulatoriyaga admin qilamiz. Rais voy kechir, iltimos, boshqa qaytarilmaydi. Qanday boshqa qaytarilmaydi? Bitta nomerda bitta ovoz berasan. Boshqa mahallaga ovoz berdingmi? Sotqin hisoblanasan. Endi somsaxonaga sous bo'lasan.